Domni terasasi bilan oladigan bo'lsangiz va mana shunaqa remont qiladigan bo'lsangiz, sizga hovlini umuman keragi yo'q. Bu obyektimizda Do'mbirovotda joylashgan kottej, ko'pchilik biladi, bu yerda unaqa hovlisi yo'q. Shuning uchun mijozimizda bizga hovli bo'lsin, nafas olib o'tiradiganlar uchun mana shunaqa terasa qilib berganmiz. Usti o'rtoqli ko'rayotganinglardek ochilib yopiladi. Bu yoqda toza havoda o'tirishingiz uchun oilaviy sharoit qilib berganmiz. Oila bilan mazza qilib dam olib o'tirishingiz mumkin. Bu yoqda esa barbekyu zonasi, o'zini qozonlari bor, pishir kuydir shashililarga mo'ljallangan va teklarini mebeldan moslab mo'yka gazlarigacha qo'yib berganmiz. Va bu yoqda toza havoda o'tiradigan bo'lsangiz, bu yoqda esa qishin yozim bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Qishlarda sovuq paytlarda ayniqsa mana bu divanli zonada shunda o'tirib, kofeni ichib, qorni tomosha qilib o'tiraverasiz. Bu ochuv zonamiz bilan yopuv zonamizga esa biza to'pli pollarni ham hisobga olib ketganmiz. Elektrический to'pli pol va yumshoq mana bunaqa chimla qo'yib berganmiz. Undan tashqari bemalol mana bunaqa eshiklarni yopib qo'yib, qishin yozim 12 oy ishlatsanglar bo'ladi. Agar shunaqa terasalarga yechim va umumiy podключ remont kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi.